ham Instagramda bormi? Yaqin Toshkent tepalarga ham oldim. Azamga bordim, Davudxonga ulab qo'ydi. Ko'rdingmi bundan? Ko'rasan. Bo'pti, bajardim. Men Elbekman, Namangan shahar Jarkin Kubruk Lo'loshxona yo'l berib turibman. O'zali ijodni bajaramiz. Zarken Sneaker savdo. Hop. Bilal oshxona ilgari rahmatli ishlagan, ukasi Hikmatli Azam Davudxon ham ishlagan. Hop. Orqa tomon rahmatli osh markaziga ko'chishdi. Mana to'g'ri aytdim, ha? Har safar aytganim to'g'ri-da. Sizlar ham chiqinglar, mana. Siz ham taniyman, sher ishlagan kishi bilan. Mana. Yo'q ya. Bo'pti, sancha. O'zing bilasan. Bo'pti. Sekin kishi bilan choyni yig'ishtirganlar, esimda bor. Elbek Abidov. Sanchi narsani ham yozsan, o'zing ham chiqasan-ki? Ishlarsan kishidiki? Bo'pti. Nima? Haydi. Pulni bergani yo'q, kerak bo'lsa uyimdan topib keladi. Men yaqinda Toshkentda bilarsiz ham video olib, Instagram qo'ydim. Azam Davudxonga yubordim. O'sha. Rahmatli osh markaziga yetib keldim. Oshga hamma kiysin. Kim kelsa xursandman. Sizlarga tushuntiraman desam, siz o'zingiz tushuntirmagan men o'zim chaqirdim. Besh qozon bo'ldi. Mana sizdan bitta birovni gapirib qiling. Jan ko'rining mana. Usta pochcha o'zlari. Mana yangi qozonni o'rnatib berdilar mana. Usta pochcha. Yaxshi ko'rmadingiz-ku, mana boshqatdan ayting. Xo'p, ko'rindingiz, ayting boshqatdan qaytaring. Rahmatli osh markazi 5 qozon bo'ldi. Ko'rsating qozonlar. Bo'ldi. Mana 1, 2, 3, 4, 5 hali. Mana. Xo'ja aka, assalomu alaykum. So'rasha. Sekin. Azam Davudxondan videom ko'ring, Toshkentda bilan shu YouTube'ga. Bir oy bo'ldi. Sana qozonni sana. Qozon sananchi? 5 ta 5 qozon. Faqat Hikmatli chap qo'lda osh suzish bilanlarda. Ha.
Bo'ldi. Narigi spor. Hazır oş, mol go'sht, qo'y go'sht oralashtirganchida. Oy, ana ikkitasini bittaga sol deymi? Keling, bularga. Xo'p, mana. Oy. Go'sht ber, go'sht beradi. Ana öyle yaptılar. Go'sht chiqadi. Bas, bir. Hala. Martofoningizda o'zim bo'laman. Telefon deb turing. Aylanib yuraveramiz. Mana bitta o'g'lan, yo bitta o'g'lan.